Bugun men sizga juda muhim masalani tushuntirib beraman. Yuridik oktyabrdan boshlab banklar tomonidan pensiya pullarini berish tartibida o'zgarishlar bo'layotgani haqida gapiramiz. Bu mavzu faqat pensionerlarga emas. Ularning farzandlariga, nabiralariga, vasiylariga, nogironligi bo'lgan fuqarolarga, boquvchisini yo'qotgan oilalarga ham bevosita tegishli. Chunki pensiya pulini vaqtida olish kartaga tushgan mablag'ni yechish. Naqd shaklda olish yoki ishonchnoma orqali rasmiylashtirishda kichik xato ham odamni bir necha kun, ba'zan haftalab ovora qilishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men oddiy tilda tushuntiraman. Avval qanday edi? Endi nimalar o'zgaradi? Kim xavotir olishi kerak? Kimda muammo bo'lmaydi? Qanday hujjatlar kerak bo'ladi va eng muhimi, pensiya pulingiz kechikmasligi uchun bugundan nimalarni tekshirishingiz zarur. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bu ma'lumotni imkon qadar ko'proq odam bilishi kerak. Avval pensiya olish tartibi ko'pchilik uchun ancha odatiy edi. Kimdir pensiyasini bank kartasi orqali olardi. Kimdir naqd pul shaklida bank kassasidan yoki mahallaga biriktirilgan to'lov punktidan olardi. Kimdir esa sog'lig'i yoki yoshi sababli farzandi, qarindoshi yoki ishonchli vakili orqali olardi. Amalda odamlar ko'pincha bitta narsaga e'tibor berardi. Pensiya kuni kelsa bo'ldi, pul tushsa bo'ldi, bankdan yechib olsam bo'ldi. Lekin tizimda shaxsni aniqlash, karta egasini tekshirish, ishonchnoma muddati, bank hisob varag'i, faolligi, fuqaroning tirikligi va pensiya olish huquqi kabi ko'plab ichki nazoratlar bor. Burada oktyabrdan keyingi yangi tartibning asosiy mazmuni shundan iboratki, banklar pensiya mablag'larini berishda shaxsni aniqlash, mablag'ni aynan huquqli oluvchiga yetkazish, bank kartasi va hisob varag'i holatini tekshirish, ishonchnoma orqali olishda hujjatlarning haqiqiyligiga e'tiborni kuchaytiradi. Ya'ni endi kartani olib borib pulni yechib kelish yoki men onamning kartasini ishlataman degan holatlar amaliyotda muammo tug'dirishi mumkin. Bank xodimi sizdan shaxsni tasdiqlovchi hujjat so'rashi, karta egasi shaxsan kelishini talab qilishi yoki ishonchnoma bo'lmasa, pul berishni rad etishi mumkin. Bu yerda asosiy maqsad pensionerning pulini himoya qilishdir. Chunki hayotda turli vaziyatlar bo'ladi. Masalan, pensionerning kartasi farzandida turadi, lekin pensionerning o'zi bu puldan to'liq foydalanmaydi. Yoki qarindoshlar o'rtasida kelishmovchilik bo'ladi. Karta kimning qo'lida bo'lsa, pulni o'sha ishlatadi. Yana bir holat. Pensioner vafot etgandan keyin ham kimdir uning kartasidan pul yechishga urinishi mumkin. Banklar yangi tartibda mana shunday xavflarni kamaytirishga majbur bo'ladi. Endi men eng muhim savolga javob beraman. Bu o'zgarishlar oddiy pensionerga qanday ta'sir qiladi? Agar siz pensiyangizni o'z nomingizdagi bank kartasi orqali olsangiz, kartangiz faol bo'lsa, pasport yoki ID kartangiz tartibda bo'lsa, telefon raqamingiz bankdagi ma'lumotlar bilan mos bo'lsa, siz uchun katta muammo bo'lmasligi kerak. Pensiya avvalgidek belgilangan muddatlarda kartangizga tushadi. Siz uni bankomatdan yechishingiz, do'konlarda to'lov qilishingiz yoki bank ilovasi orqali ishlatishingiz mumkin. Lekin bir nechta holatda albatta ehtiyot bo'lish kerak. Birinchi holat, kartaning muddati tugagan bo'lsa, masalan, sizning kartangiz 2024 yil sentyabr oyigacha amal qilgan, lekin siz uni almashtirmagansiz. Pensiya hisob varag'iga tushishi mumkin, ammo kartadan foydalana olmaysiz. Bunday paytda odam pensiyam tushmadi deb o'ylaydi. Aslida pul tushgan bo'ladi. Faqat karta eskirgan yoki bloklangan bo'ladi. Shuning uchun bankka borib, yangi karta chiqarish kerak. Ikkinchi holat, bank kartasi boshqa odamning qo'lida. Masalan, 72 yoshli otaxon pensiyasini oladi. Lekin karta o'g'lida turadi. O'g'li har oy pulni yechib otasiga olib keladi. Agar ota rozi bo'lsa ham, bank nuqtai nazaridan bu juda nozik masala. Chunki karta egasi otaning o'zi. Bank xodimi pul yechayotgan shaxsni tekshirsa, bu karta sizniki emas deb operatsiyani to'xtatishi mumkin. Agar otaxon bankka bora olmasa, unda qonuniy ishonchnoma rasmiylashtirish kerak bo'ladi. Uchinchi holat, pensioner yotib qolgan, harakatlana olmaydi yoki uzoq qishloqda yashaydi. Bunday vaziyatda farzandlar ko'pincha onamning kartasi menda, men yechib beraman deb o'ylaydi. Lekin yangi tartibda xavfsizlik tekshiruvlari kuchaysa, bu odat muammo tug'diradi. To'g'ri yo'l shuki, notarius orqali ishonchnoma rasmiylashtiriladi yoki bankdan uyga chiqib xizmat ko'rsatish imkoniyati bor yo'qligi so'raladi. Ayrim holatlarda ijtimoiy xizmatlar, mahalla yoki pensiya jamg'armasi bo'limi orqali yo'l yo'riq olinadi.
Keling, oddiy misol bilan tushuntiraman. Nodira opa 62 yoshda har oy 1.200.000 so'm pensiya oladi. Pensiyasi kartaga tushadi. U kartadan o'zi foydalanadi, PIN kodini hech kimga bermagan, telefon raqami o'z nomida. Bunday odam uchun yangi tartib deyarli sezilmaydi. U faqat kartaning muddati, bank SMS xabarnomasi va pasport ma'lumotlari yangilangan tekshirsa kifoya. Endi boshqa misol. Sobir aka 79 yoshda, pensiyasi 1.800.000 so'm. U bankka bora olmaydi, kartasi kelinda turadi. Kelin har oy bankomatdan pul yechadi. Agar bankomatda muammo chiqsa yoki bank filialida naqd pul olish kerak bo'lsa, kelin hujjatsiz pul ola olmaydi. Chunki banksiz karta egasi emassiz deydi. Bu yerda yechim bitta. Sobir akaning nomidan rasmiy ishonchnoma tayyorlanadi. Ishonchnomada aynan pensiya pullarini olish, bank hisobvarag'i bo'yicha amallarni bajarish, kartani yangilash yoki pulni naqd olish vakolati aniq yozilishi kerak. Yana bir misol. Bir oilada boquvchini yo'qotganlik pensiyasi bola nomiga tayinlangan. Pul onaning nazoratida tushadi. Bola voyaga yetmagan bo'lsa, qonuniy vakil orqali mablag' olinadi. Lekin bola bunday yoshga to'lganda yoki o'qishni davom ettirayotgani bo'yicha ma'lumotlar yangilanishi kerak bo'lganda, hujjatlar to'liq bo'lmasa, to'lov vaqtincha to'xtab qolishi mumkin. Demak, yangi tartibda bankdan tashqari pensiya tayinlash hujjatlari ham dolzarb bo'lib qoladi. Agar pensiya oluvchi shaxsan o'zi kartasidan foydalanayotgan bo'lsa, bankdagi ma'lumotlari to'g'ri bo'lsa, karta muddati tugamagan bo'lsa, hisobvaraq faol bo'lsa, hech kimga karta va PIN kodini bermagan bo'lsa, odatda xavotirga asos yo'q. Yangi tartib bunday odamni to'xtatish uchun emas, aksincha uning pulini himoya qilish uchun ishlaydi. Agar siz har oy pensiyani kartaga olsangiz, bankomatdan o'zingiz yetsangiz, mobil ilova orqali kommunal to'lov qilsangiz, o'z telefoningizga SMS kelib tursa, demak siz tizimda normal holatdasiz. Shunchaki bank ilovasida yoki filialda shaxsiy ma'lumotlaringizni tekshirtirib qo'ying. Ba'zan eski pasport raqam bazada qolgan bo'ladi, odam esa allaqachon ID karta olgan bo'ladi. Shunday kichik nomuvofiqlik ham keyinchalik ortiqcha savollar tug'dirishi mumkin. Eng avvalo, yoshi katta, o'zi bankka bora olmaydigan pensionerlar e'tibor berish kerak. Ikkinchidan, pensiyasini boshqa odam orqali olayotganlar. Uchinchidan, ishonchnomasi bor, lekin muddati tugashga yaqin bo'lganlar. To'rtinchidan, kartasi yo'qolgan, bloklangan yoki muddati tugaganlar. Beshinchidan, telefon raqami o'zgargan, lekin bankka xabar bermaganlar. Oltinchidan, chet elga ketgan yoki uzoq vaqt yashash joyida bo'lmagan pensionerlar. Masalan, pensioner Rossiyadagi farzandining yoniga 6 oyga ketgan bo'lishi mumkin. Pensiya kartaga tushib turadi. Lekin undan kim foydalanayotgani bank uchun savol bo'lishi mumkin. Agar karta O'zbekistonda qolgan bo'lsa va undan boshqa shaxs muntazam pul yechayotgan bo'lsa, xavfsizlik tizimi buni shubhali deb baholashi ehtimoldan xoli emas. Bunday vaziyatda oldindan bank va pensiya jamg'armasi bo'limidan maslahat olish kerak. Eng ko'p uchraydigan xato: karta oilamizniki, kim yetsa ham bo'laveradi degan fikr. Yo'q, bank kartasi oilaniki emas, karta egasiniki. Pensiya ham oilaviy umumiy pul emas, pensiya oluvchining shaxsiy mablag'i. Farzand yordam berishi mumkin, lekin yordam qonuniy tartibda bo'lishi kerak. Agar pensioner rozi bo'lsa ham, bu rozilik og'zaki bo'lsa, bank uchun yetarli bo'lmasligi mumkin. Ikkinchi xato, PIN kodni hammaga aytish. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Pensionerlar kartaning orqasiga PIN kodni yozib qo'yadi yoki telefonda saqlaydi. Bu juda xavfli. Agar karta yo'qolsa, pul ham ketishi mumkin. Bank keyin siz PIN kodni o'zingiz oshkor qilgansiz deb mablag'ni qaytarishda rad javobi berishi mumkin. Shuning uchun PIN kodni hech kimga aytmang. Hatto bank xodimi so'rasa ham aytmang. Haqiqiy bank xodimi hech qachon PIN kod so'ramaydi. Uchinchi nozik masala, ishonchnoma matni. Har qanday ishonchnoma ham bankda o'tavermaydi. Masalan, mening nomimdan ish yuritsin degan umumiy jumla yetarli bo'lmasligi mumkin. Ishonchnomada bank hisob varaqlarini boshqarish, pensiya va nafaqa pullarini olish, karta chiqarish yoki almashtirish, ariza berish, imzo qo'yish kabi vakolatlar aniq ko'rsatilgani ma'qul. Notariusga bo'lganingizda pensiya pullarini bankdan olish uchun to'liq vakolat kerak deb ayting. To'rtinchi masala, ishonchnoma muddati. Odamlar ko'pincha ishonchnoma muddati tugaganini bilmay qoladi. Masalan, 2023 yil noyabr oyida bir yilga berilgan ishonchnoma 2024 yil noyabrda tugaydi. Vakil dekabr oyida bankka borsa pul berilmaydi.
bu bankning aybi emas, hujjatning kuchi tugagan bo'ladi. Shuning uchun ishonchnoma muddatini alohida daftarga yozib qo'ying yoki telefonda eslatma qilib belgilang. 5-masala pensioner vafot etgandan keyingi to'lovlar. Bu juda jiddiy mavzu. Agar pensioner vafot etsa, uning nomiga keyin tushgan pensiya mablag'lari bo'yicha alohida tartiblar mavjud. Qarindoshlar, karta bizda edi, pul tushibdi, yechib oldik desa, keyin bu mablag'ni qaytarish talab qilinishi yoki huquqiy masala yuzaga kelishi mumkin. Shuning uchun bunday vaziyatda bank va tegishli pensiya bo'limiga xabar berish kerak. Meros masalalari bo'lsa, ular notarial tartibda hal qilinadi. 6-nozik jihat bank tanlash. Pensioner pensiya tushadigan bankdan norozi bo'lishi mumkin. Masalan, bankomat uzoq, kassada navbat ko'p, ilova ishlatish qiyin. Bunday holatda pensiyani boshqa bank kartasiga o'tkazish imkoniyatlari haqida pensiya jamg'armasi yoki xizmat ko'rsatuvchi bankdan ma'lumot olish kerak. Ariza talab qilinishi mumkin. Muhimi, eski so'paraqni yopishdan oldin yangi so'paraq to'liq ishlayotganiga ishonch hosil qiling. 7-masala naqd pul masalasi. Ba'zi pensionerlar kartani yo'qtirmaydi, faqat naqd pul ishlatadi. Yangi tartib kartadagi pulni ishlatishni majburiy qilib qo'ymaydi. Lekin naqd olishda bank shaxsini aniqlashi mumkin. Demak, filialga borishda pasport yoki ID karta bo'lishi shart. Meni hamma taniydi degan gap bank amaliyoti yetarli emas. Xodim sizni tanishi mumkin, lekin hujjat orqali tasdiqlashi kerak. Endi aniq qadamlarni aytaman. 1-qadam, kartangiz muddatini tekshiring. Kartaning old tomonida oy va yil yozilgan bo'ladi. Agar muddat tugan bo'lsa yoki yaqin oyda tugasa, bankka boring va yangi karta so'rang. Buning uchun odatda pasport yoki ID karta kerak bo'ladi. Ayrim banklarda ariza joyida to'ldiriladi. 2-qadam, bankdagi telefon raqamingizni tekshiring. Pensiya tushgani, karta operatsiyalari, tasdiqlash kodlari ko'pincha telefon raqamga bog'liq. Agar eski raqam ishlamayotgan bo'lsa, darhol bankda yangilang. Aks holda kartani tiklash, ilovaga kirish yoki xavfsizlik tekshiruvlarida muammo bo'ladi. 3-qadam. Agar pensiyani sizning o'rningizga boshqa odam olayotgan bo'lsa, ishonchnomani rasmiylashtiring. Notariusga pensionerning pasporti yoki ID kartasi, vakilning pasporti yoki ID kartasi kerak bo'ladi. Agar pensionerning sog'lig'i yomon bo'lsa, notariusning uyga chiqish tartibi bor yo'qligini so'rang. Ishonchnomada pensiya olish, bank hisobvarag'i bo'yicha amallarni bajarish. Kerak bo'lsa, karta olish yoki almashtirish vakolati aniq yozilsin. 4-qadam, pensionerning o'zi bankka bora olmasa, bank filialiga qo'ng'iroq qiling yoki yaqin qarindosh sifatida borib maslahat oling. Onam yotib qolgan. Pensiya kartasi muddati tugagan. Qanday qonuniy yo'l bor deb aniq savol bering. Bank sizga ishonchnoma, ariza, uyga xizmat, vakil orqali murojaat qilish kabi yo'llarni tushuntirish kerak. 5-qadam. Hujjatlarni bir joyga jamlang. Pensionerning ID kartasi yoki pasporti, bank kartasi, telefon raqami, ishonchnoma nusxasi, pensiya daftarchasi yoki pensiyaga oid ma'lumotlar, agar nogironlik pensiyasi bo'lsa, tegishli tibbiy hujjatlar alohida papkada tursin. Bu oddiy ishdek ko'rinadi, lekin muammo chiqqanda aynan shu tartib odamni katta ovora bo'lishdan saqlaydi. 6-qadam, kartadagi pul harakati ustidan nazorat qiling. Har oy pensiya qancha tushganini yozib boring. Masalan, avgustda 20 million dedim ming so'm tushgan, sentyabrda ham shuncha tushgan, oktyabrda kamroq tushsa, sababini aniqlash kerak. Ba'zan qarzdorlik ushlab qolish, qayta hisoblash yoki texnik sabablar bo'lishi mumkin. Agar tushunarsiz ushlab qolish bo'lsa, bankdan operatsiyalar bo'yicha ko'chirma oling, keyin pensiya bo'limiga murojaat qiling. 7-qadam, hech kimga karta rasmini, SMS kodni, PIN kodni bermang. Firibgarlar aynan pensionerlarni ko'p nishonga oladi. Ular pensiyangiz oshadi, kartangiz bloklanadi, yangi tartib bo'yicha ma'lumot yangilaymiz deb qo'ng'iroq qilishi mumkin. Men aniq aytaman. Telefon orqali SMS kod aytish mumkin emas. Bank yoki davlat idorasi sizdan telefon orqali PIN kod so'ramaydi. Shubhali qo'ng'iroq bo'lsa, suhbatni to'xtating va bankning rasmiy raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. 8-qadam, agar pensiya tushmasa, tartib bilan harakat qiling. Avval bank ilovasidan yoki bankomatdan balansni tekshiring. Keyin bankka qo'ng'iroq qilib, hisobvaraq faolmi, karta bloklanmaganmi, pul kelib tushganmi? Shuni so'rang. Agar bank mablag' kelmagan desa, pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Agar bank mablag' kelgan, lekin karta bilan muammo bor desa, bankning o'zida hal qilasiz.
Muammoni aniqlamasdan turib bir idoradan ikkinchisiga yugurish vaqtini oladi. 9-qadam ishonchnoma orqali pul olayotgan bo'lsangiz, har safar hujjatning asl nusxasi yoki bank talab qiladigan shaklini olib boring. Ba'zan odam nusxa bilan boradi, bank esa aslini talab qiladi. Bu yerda bank xodimi tartibga amal qiladi. Shuning uchun oldindan filialdan qaysi hujjat kerakligini so'rang. 10-qadam oilada kelishib oling. Pensionerning puli qanday ishlatiladi? Kim yechadi? Qachon yechadi? Qanchasi dori-darmonga, qanchasi oziq-ovqatga, qanchasi kommunal to'lovga ketadi? Bular ochiq bo'lsin. Chunki bank tartibi bir tomonda. Oilaviy ishonch boshqa tomonda. Pul masalasida noaniqlik bo'lsa, keyin janjal chiqadi. Eng to'g'ri yo'l pensionerning roziligi, hujjatlarning to'g'riligi va mablag' sarfining ochiqligi. Tasavvur qiling. 25 yoshli qo'lida har oy 1 million 1 ming so'm pensiya oladi. U bankomatdan foydalanishni bilmaydi. Qizi har oy kartani olib 1 million so'm yechib beradi. 1 ming so'm kartada qoladi. Avval bu ko'p savol tug'dirmagan bo'lishi mumkin. Lekin yangi tartibda agar karta bloklansa yoki filialda operatsiya qilish kerak bo'lsa, qizining qo'lida ishonchnoma bo'lmasa, bank yordam bera olmaydi. Natijada qo'lida pulini vaqtida ola olmaydi. Buning oldini olish uchun qizi bugundan ishonchnoma masalasini hal qilish kerak. Yana bir vaziyat. Akmal aka nogironlik pensiyasi oladi. Pensiyasi 900 ming so'm. Uning ID kartasi yangilangan, lekin bankda eski pasport ma'lumotlari qolgan. Bir kuni karta yo'qoladi. U bankka boradi, xodim ma'lumotlarni solishtiradi va yangilash kerakligini aytadi. Agar hujjatlar yonida bo'lsa, masala tez hal bo'ladi. Agar hujjatlar tartibsiz bo'lsa, bir necha bor qatnashga to'g'ri keladi. Demak, shaxsiy ma'lumotlarni yangilash oddiy, lekin juda muhim ish. Yana bir misol. Boquvchisini yo'qotgan oila farzand uchun pensiya oladi. Ona har oy 7,5 ming so'm oladi. Bola kollej yoki oliy ta'limda o'qishini davom ettirsa, ayrim holatlarda o'qish bo'yicha ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Agar bu ma'lumot vaqtida topshirilmasa, to'lovda uzilish bo'ladi. Bank bu yerda faqat pulni beradi, pensiya huquqini esa tegishli organlar tasdiqlaydi. Shuning uchun hamma masalani bankdan kutish noto'g'ri. 1-oktabrdan banklar tomonidan pensiya berish tartibidagi o'zgarishlarning asosiy mazmuni shuki, pensiya pullari yanada aniqroq hujjat asosida shaxsni tekshirish orqali beriladi. Tartib halol, pensionerga to'siq bo'lishi kerak emas. Lekin hujjati tartibsiz, kartasi boshqa odamda ishonchnomasi yo'q yoki muddat tugagan fuqarolar uchun muammo chiqarishi mumkin. Men sizga ekspert sifatida shuni tavsiya qilaman. Bugun kartangiz muddatini tekshiring. Bankdagi telefon raqamingizni yangilang, pasport yoki ID karta ma'lumotlaringiz mosligini aniqlang, ishonchnoma kerak bo'lsa. Uni rasmiylashtiring. PIN kod va SMS kodlarini hech kimga bermang. Agar pensioner yoshi katta yoki kasal bo'lsa, bu ishlarni oxirgi kunga qoldirmang. Chunki pensiya kuni kelganda muammo chiqsa, odamning dori-darmoni, oziq-ovqati. Kommunal to'lov kechikadi. Bugungi mavzuning mazmuni shunday. Yangi tartibdan qo'rqish kerak emas, lekin beparvo bo'lish ham mumkin emas. Kimning hujjati joyida, kartasi faol, ishonchnomasi qonuniy bo'lsa, pensiya olishda jiddiy qiyinchilik bo'lmaydi. Kimda noaniqlik bo'lsa, hoziroq bankka yoki pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilib, holatini tekshirtirib qo'ysin. Sizda pensiya kartasi, ishonchnoma, bankdan pul olish yoki pensiya kechikishi bo'yicha savol bo'lsa, kommentariyada yozing. Qaysi hududdansiz va sizda qanday vaziyat bo'lyapti? Aniq yozsangiz. Keyingi videolarda eng ko'p uchrayotgan muammolarni alohida tushuntirib beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, buvingiz, bobongiz yoki pensiya olayotgan tanishlaringizga albatta yetkazing.